Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Celaltu Suyuti'ninki Halifler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizdeki devamında bugün Suyuti Ömer radıyallahu anh'ı özü qandaq edepletti, özü qandaq tertipletti dedi. Abdullah ibn İsa degan kishini deyishcha Ömer ibn Xattobninki o'zida qora ishki siziq bo'lgan dedi. Bu nimadan paydo bo'lgan desa, to'la yig'lab, shung ishki qora siziq paydo bo'lgan dedi, shu yosh to'kilgan o'rinda. Hasanul Basri'nin deyishcha Ömer radıyallahu anh'ı özün o'qiydigan kunda o'qiydigan manchilik qura o'qiyma deydigan o'zinga belgilgan verdi vaqtida belgilimisi. Shunda bir oyatdan o'tgan vaqtida masalan ba'zida shu o'zi yo'qtib qo'yadi dedi, mijozi buzilib qoladi deb shundoq deganimda. Bir necha kun shundan bir xil behush deb optomanda lekin mijozini aytib xarakter buzilib shu oyatdagi mazmuni ig'irligini aytib o'ylaydi demoqda. Anas radhiyallohu anhuning deyishicha bir boqqa kirsam Ömerning bir gap qilayotganligini angladim dedi. Bunda bir tamni o'tida o'tladim dedi. Bir tam bakorlikda shu yerda. Shu gap Ömer ibn Xattob sen mu'minlarning amiri shundami deb o'ziga savol qo'yib, o'zi tanqidlab ayblab o'tdi. Belli Allah'da ya qo'rqsan yoki Alloh seni azoblaydi deb o'zi mustaq tartib silib adablab turadi dedi. Yolg'iz holatda. Abdullah ibn Amir ibn Rabi'aning deyishicha Ömer radhiyallohu anhu'niki yadin bir samonni elib mundaq deganligini ko'rgan edim dedi. Men mushu saman bo'lib ketsam-ku, hech narsa bo'lmasam-ku, onam men tug'magan bo'lsa-ku deb mushu qiyomatning dahshatligidan o'zini nihoyatda mushi darajada ayblab, o'ziniki zotini, o'ziniki mavjudligini yo'q qilishini umid qilgan dedi, yo'qligini umid qilgan. Ubaydullah ibn Umar ibn Hafs rivoyat qilishicha, Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu bo'ynida bir tulum ko'taribdi. Tulum degan nima deyapti? Ayni vaqtdagi bizning hozirgi chilaklamda. Terdan yasalgan chilakli bo'ladi. Uni og'zi bo'g'ab qo'yib bilan suv elib bilan ko'targan gap bo'yanga toni bilan. Shuning bilan boshqalar debdiki biz ko'tarilay degandek, yoki sen xalif turmushi ko'taramcha degandek mazmunlarda gap qilganda, ya'ni hurmat tuyg'usidan yo'qda. Men nafsim dedi. O'zimni bir xil hayron qilib, shundan shu nafsimni azroq xo'rlashni umid qildim, o'yladim deb shundoq degan. Demak, bu yerda odam o'ziningki bir ichki men tuyg'usi bo'ldi odamda. Bu o'zlik tuyg'usi. Bu ichki men tuyg'usi kibrga yuzlangan vaqtida, shaytoniy tuyg'u bilan bexlangan vaqtida o'ziniki shu nafsini o'tirib turish bu yaxshi bir fazilat demoqchi edim. Muhammad ibn Sirin degan kishini deyishcha, Umar ibn Xattobninki bir kuyovlar kelibdi. Kelib bir Baytul Maldan bana biri ozroq bergan bo'lsangiz desa, Umar radhiyallohu anhu aytdi, buni tanqidlab, ochiqlab Allah Taalaga men bir xoin podshoh sifatida chiqishimni xohladingmi sen? Deb uningga o'z yenidan davlat moliyasidan emas, o'z yenidan 10,000 dirham pulni bergan dedi. İmam Naxai degan olimning deyishicha, Umar radhiyallohu anhu o'z xalifa turib tijorat qiladi. Bu tijorat qilishdan maqsad bu yerda o'zining oilasini, o'zining urug' tuqqanlarini, qavm qarindoshlarini, yaqinlarini shu tijorat orqali beqish, qamdash maqsad qilgan. Da halaldan kasb qilish, to'g'ri niyat bilan kasb qilish buning o'zimi bir ibodat endi. Shuning orqali oilasini, o'zini qamdash, shularning bir boyashatlikqa erishish maqsad qilinsa, tijoratning o'zi mana zo'r ibodatlarniki biri. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bir hadisida gunohlar ichida shundoq bir gunohlar borki, bu gunohlarni ne roza, ne zakat bu gunohlarni yapolmaydi deydi. Bunun kafarat bulanmaydi, yapolmaydi. Faqat bundan gunohlarni o'sha maishat yo'lida, turmush yo'lida tatgan jafolar, qiyinchiliklar,
g'am andishlar bu gunohlarni yepib kechiradi degan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadisi bor. Demak, shu oilasini qamdash, oilasini beqish, o'zini qamdash, yaxshi niyatlar bilan qilingan tijorat, kasb, hunarning o'zimi ibodat hisoblanadi. Anas radhiyallohu anhuning deyishicha, Umar radhiyallohu anhuningki qo'sqi mayni o'simlik mayni ko'p yeganlikdan o'ng'ilda bir qo'ldo'lab ketdi, qaqirab ketdi. Amir Ramada degan taxminan Hijriyaning 17-yil bo'lsa kerak. Nihoyat ig'ir darajada ocharchilik yuz bergan Madinada. Mushu mezgilda hatto Sham Misrlik xat avatib, Madina ahlini qutqizilish to'g'risida bayonot qilib xat avatgan. Bu hatto shu vaqtda nurg'un kishilar o'lib ketgan Madinada. Hatto shu orom narsalarni yeyishga majbur bo'lgan. Shu vaqtlarda bo'lgan avval. Chunki Umar roziyallohu anhu o'ziga qo'yninki, masalan, uloqninki mini, go'sht turdagi maylarni yeyishni, qaymoq turdagi narsalarni yeyishni o'ziga cheklagan ekan. Qo'sqini barmoq bilan noqib turib, bizda boshqa narsa yo'q, shunday sabr qiling deb qo'shiq o'ziga o'zi ta'ni bezlash ustidan bizning boshqa narsamiz yo'q bo'ldi, sabr qiling. Boshqa xalqlar yashayotdi deb xalqning Qur'onniki g'imidan bo'lgan yanlar deb. Sufyan ibn Uyaynaninki deyishicha, Umar ibn Xattob bunday degan ekan. Kishilarning eng sevimlisi mening o'zimga ayblarimni ko'rsatib, samimiylikda shu aybni ko'rsatib bergan odam eng sevimli odam deb o'zini mush darajada nihoyatda radqisilib adablaydigan odam edi. O'zing ozodgar desa Aslamning deyishicha, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu otninki qulqini tutib deydi. Otning qulqini bir qo'lida, yana bir qo'lda yana bir qulqini tutib, otninki ustiga shu saklab bilan, etlib bilan chiqib minalaydi deydi. Abdullah ibn Umar o'g'lining deyishicha, dadam Umar ochiq kelgan vaqtida Allohning gapi chiqsa yoki qiyomat bilan Alloh bilan eslitilib qo'rqitilsa, yoki Qur'ondan bir oyatni o'qisa, darhol o'zini qilmoqchi bo'lganida yenib to'xtaydi dedi. Bunoat ochiqman odam. Shuna qoladimi? Yani Xudodan bir qo'rqishgan o'zining ochiqini qalbidagi iymonning g'olib qilishiga yana besib qila oladi demoqchi. Bilal radhiyallohu anhu Aslam degan kishidan so'rabdi. Aslam hamda davomli xizmat qilgan xizmatchisi Umarni qandoq bir his qilatdinglar degan kishilarning eng yaxshisi deb javob bergan ekan o'zining xizmatchisi. Lekin ochiq kelgan vaqtda u xatar, ishtahim ig'ir dedi. Bilal snayda agar u ochiqlangan vaqtida men bir qilib bo'lgan bo'lsam, uni Qur'on o'qib beratdim. Darhol uningki g'azabi yo'qoladi deb shunaqa. Demak, Bilal radhiyallohu anhu yaxshi tushundigan sahoba ekanda. Ahvas ibn Hakim badisda rivoyat qilishicha, Umar radhiyallohu anhuning qishiga bir mayliq bir go'sht keltirilibdi-da, uni yemagan ekan. Ya'ni mayliq go'sht emas, may va go'sht. Bu mayadagi may, qaymoq turdiki, masalan, maylama. İkisini tang yeyishni unutmabdi. Hamda shu vaqtida bu her biri ayrım bir idam degan ekan. Idam degan bir şey ham, ayrım idam degan eng yaxshi tamoqlar sifatlangan arablarda. Her biri bir ayrım idam, nayt adam uzunluq berdigan nayt shamatli tamoq demoqchi. Bu so'zlarning hammasini biz yuqorida deyilgan gaplarni Ibn Sa'd degan kishi o'zining Tabaqat nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Ibn Sa'd yana Hasan rivoyat qilib dediki, Umar roziyallohu anhu shunday degan ekanda, mesela bir valini yoki bir ishchini, amirni uni tushiritib, uning o'rniga yana bir amir yoki valini tiklash orqali shu qavmni yig'ib saqlash, şu fikrni bir joyga ekilish eng o'ng'ay degan ekan. Mesela bir qism sahobalarga nisbatan fikr bo'lib qolsa, boshqalarning shu qavmning shu sahoba eng yaxshi bo'lgan taqdirda darhol shuni elitib, uning o'rniga boshqa bir odamni saylatdi. U orqali xalqningki ayada to'polon faoliyatlardan saqlanib qoladi.
Ömer radhiyallohu anhu'niki shakl qiyofat qanday degan babda Ibn Sa'd Hakimni zarda rivoyat qilib, biz Madina ahli bilan bir bayramga chiqdik dedi. Shu vaqtda Umarni ko'rdim-da, yaloyoq minib ketayotgan. Bu shu vaqtda bir sal qirib qolgan shayx ekan dedi. O'zi bug'doy o'ng, anda boshninki tuki yo'q, paynak bosh. Bunun ikkili qo'li tang ishlaydigan, o'ngmi, so'lmi tang ishlaydigan. Masalan, ba'zilardan o'ng ishlaganlar so'l ishlaymaydi, so'l ishlaganlar o'ng ishlaymaydi degan. Ikkili qo'li ishlaydigan ekanda. Anda xuddi bir ot uloq minib olgan o'xshash, egiz, bo'yni so'zab qaraydigan odam ekan, deb shunday degan. İmam Vaqidiyninki deyishcha, endi Umar radhiyallohu anhu'ni qara deb ta'riflamaymiz biz. Lekin bu ochachilik bo'lgan jilnisi o'simlik maynichiq yaverib yo'qni. Shunlar rangi o'zgarib qordab ketgan deb shunday degan ekan. Ibn Sa'd Abdullah ibn Umardan rivoyat qilib, Abdullah ibn Umar o'g'li dadasini sifatlab bunday deydi. Umar bo'lsa o'ziga oid oq odam edi deydi. Qizillik mayl kelgan. O'zi bunda qizil o'ngach, oq qizil o'ng, oq mayl kelgan. O'ziga oid egiz, paynak bosh, ondan sochlarini oid oqagan, soqollari oppoq, bunda oqsoqol odam edi dedi. Ubayd ibn Umarda rivoyat qilishicha, Umar kishilardan hammasidan zot egizdek ko'rinadi deb shunday dedi. Endi Salamat ibn Akvaning deyishicha, Umar radhiyallohu anhu ikkili qo'li ishlaydigan, o'ng so'l yo'q odam edi deb bunday sifatlagan. Ibn Asakir Abi Raja' al-Utaridi degan kishi rivoyat qilishicha, Umar radhiyallohu anhu nayt egiz, nayt qovul, nayt o'zunalik usqonlari yo'g'an, uning paynak bosh, ondan bakrak, qizilg'i maylroq oq, ondan ikki mang'izi nayt urg'roq deydi. Ondan soqoli yo'g'an odam ekanda. Endi soqollarniki atrof uchlarida va bu yerda naytda sirq, ya'ni oqlikniki bisharati bo'lgan sirq edi deb shunday degan edi. Sog'uchroq edi demoqchi. Ibn Asakir bir necha rivoyatlardan bayon qilishicha, Umar ibn Xattobniki onasi Hantama bint Hisham ibn Mughira Abu Jahilning singlisi yoki otasi. Demak, Abu Jahil Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu'niki ona taraf tog'si bo'ladi. Endi Umar radhiyallohu anhu'niki xilofat qanchalik davomlashgan degan vaqtida Umar radhiyallohu anhu xilofatga Abu Bakrniki tayinlishi orqali Hijriya 10-yili Jumadil oxira oyida xilofatga o'ltirgan. Taxt chiqqan. İmam Zuhriyning deyishicha, Umar radhiyallohu anhu Abu Bakr Siddiq o'lib ketgan kunning o'zi seshanba kuni bo'lib, bu Jumadil oxiridan ya'ni 22 yoki 21 kunlar bo'ldi, 8 kun qolib qolgan vaqt. Shu kunsi xalifa bo'lgan deb shunday deydi. Bu so'zni Imom Hakim rivoyat qilgan. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.